Rang-barang kofe ichib ko'rganmisiz? Bu ideyani biz internetda ko'rdik. Hozir sizlar bilan bitta sinab ko'ramiz. Sutga mana shunaqa pishvoy krasitorlar chiqqan ekan, qo'shib ko'ramiz. Solganimizdan keyin 2-3 tumda aralashtirib olsak, mana shunaqa rozoviy rangga aylanib qoladi va joyiga chiqqa o'rnatib olamiz. Kofesini zapravka qilib olamiz. Temperni bitta bosib qo'yamiz. Jokini qotirib qo'yamiz. O'sha mashhur Def 009 modelida bitta damlab ko'ramiz. Двойной latte tayyorlab ko'ramiz. Sutlarni qarang, rozoviy bo'lib, cho'tkiyo ko'pirib chiqyapti. Kofelari quyilishini qarang, sekin ajralaveradi. Rozoviy bo'lib, cho'tki bo'lib chiqyapti. Mana buni qarang, rezultatda bomba bo'lib chiqqan. Kofesini o'zi 3 ga ajralib, moshni bo'lib chiqdi. Moshni. Shunaqa kofelarni uy sharoitida o'zingizlarga, bolajonlarga, uydagilarga qilib berish uchun Mash kofe mashinkamiz ideal variant. Mahsulot narxi $99, 1 yil to'liq kafolati bilan olsangiz bo'ladi. Sizga yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqaga chiqaverasiz.